Olib tushasanmi yo'qmi? Nima qilyapsan o'zi tepada? Voytanmi shu yerda turibsan? Aka bu katta eganda va shu qo'pol ekan. Yo'q, o'zim chiqaymi endi shundan? Ha, chiqib ko'ring, bitta qarab ko'ring. Bolaga ish buyur ketidan o'zing g'izilla degan mashina bo'lsa kerak. Qani qochib turman o'zim bir ko'ray. Namuncha katta bu nimani baloni ekan, ha? O'zga aka. Har qatta bir o'zing ko'tara olmasdingmi buni, Oybek? Ha, to'g'ri. Talab va takliflarga binoan o'rtoqlar bizda yangilikni zo'r keldi. Bu yangiligimizda ko'rib turganingizdek, Blansol iliq pol shlanglarini Pertevox modeli odatda bizda sotuvda bitta buxtada 240 metr bo'lardi. Endilikda buni ko'rib turganingizdek 500 metrligi ham keldi. Buni 240 dan asosiy afzalliklari va nima uchun 500 metrligi keldi? Sababi ko'p holatlarda ustalarimiz obyektlarda montaj qilishganida 240 metrda ba'zi joylarda yetmay qolyapti. Ulanishlar ko'p bo'lib qolyapti katta obyektlarda. Ba'zi joylarda qoldular, ya'ni asatkalar bo'lib qolyapti. Mana shularga yechim sifatida biz 500 metrlikni olib keldik. Endi katta obyektlarda maza qilib bemalol montaj qilsanglar bo'ladi. O'rtoqlar, bu hali hammasi emas, yana bitta zo'r yangilik kelgan. Bu yangiligimizda ko'pchilik uchun ma'lum va mashhur bo'lgan Nero kompaniyasi bilan hamkorlikda ko'rib turganingizdek razmotchik, ya'ni iliq pol shlanglarini montaj uchun ishlatiladigan g'altelarni ham olib kelib qo'yganmiz. Agar sizlar bizdan ko'rib turganingizdek mana shunaqa 500 metrlik iliq pol shlanglaridan xarid qiladigan bo'lsanglar, obyektivlarda montaj jarayonida sizlarga, ya'ni ustalarga yengillik bo'lishi uchun foydalanishga bepulga ijaraga berib turamiz va bu hamkorlik uchun Nero kompaniyasiga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Iliq pol shlanglar kerak bo'lsa, albatta Klimatesga tashrif buyurasizlar.